Elektron sigaret sizni o'limga olib kelishi mumkinmi? Ha, elektron sigaret yoki vape deb ataluvchi bu vosita sog'liq uchun jiddiy xavflarga ega va hatto o'limga ham olib kelishi mumkin. 2016-2019 yillarda Evali sindromini AQSh kasalliklarni nazoratga olish markazi vaping bilan bog'liq o'pka kasalligi bo'yicha 2800 dan ortiq holat va 68 ta o'limni qayd etgan. Tasavvur qilyapsizmi? 68 ta odam, 68 ta. Kasallikning asosiy sababi elektron sigaret suyuqligidagi vitamin E atsetati bo'lib, u o'pkaga jiddiy zarar yetkazadi. Vape'larda nikotin, propilen glikol, glitserin, metal zarrachalaridan, qo'rg'oshin va nikel, diacetil kabi moddalar mavjud bo'lib, ular o'pkani jiddiy shikastlashi, yurak kasalliklari va saraton xavfini oshiradi. Endi yaxshilab eshiting. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Elektron sigaret nafaqat ichki a'zolarga zarar yetkazishi, balki portlab ham ketish mumkinligi haqida bilarmidingiz? Ha, bu shunchaki mish-mish emas, ilmiy fakt. Keling hozir elektron sigaretni portlashini hayratlanarli va xavfli jihatlarini tushuntirib ketaman. Katta quvvatli litiy-ion batareyalarning qizib ketishi, qisqa tutashuv va sifatsiz zaryadlovchilar cho'ntakda tangalar yoki kalitlar bilan saqlash oqibatida batareyalarni portlashga olib keladi. Agarda bu video sizga foydali bo'lsa, uni vape'lardan foydalanadigan do'stingiz bilan ulashing. Sizlar bilan Fazliddin bo'ldi. O'zingizni asrang.